Kavraklarimiz 8 fevralda ekkanmiz. 2 marta dori berdik. Karbamid bo'lib berildi 2 marta bir qopni. O'sha 8 fevraldan beri mana endi 1 marta suv beryapmiz. Через 1 qilib beryapmiz. Ko'p suvni yaxshi ko'rmaydi, shuning uchun juda ko'llatish ham kerak emas. Shunaqa mana hozirda mana 2 oylik deydimi? 2 oylik yaxshi o'sishi, o'lgani deyarli ichida yo'q. Yaxshi palata. Napicha mana silitra emas, karbamid solganman. Karbamid solib, ikkinchi marta solishim. Lekin biron bir marta sug'armadim. 1 marta faqat yomg'irda soldik-da. Lekin mana kavraklarimiz katta. Через 1 qilib mana endi sug'aryapmiz. Mana sug'aryapman-da. Bu mana haligi ko'chatlar bular. Ko'chatlarga lekin hech qanaqa hech narsa dori ham hech narsa sochganimiz yo'qmiz bunga. Mana bu yoqdagi mana endi hozir bunga hozir bolam sochdi anaqa. Shunaqa kaliy, magniy deganlardan bizda bor ekan, siz aytganingizdan bor ekan, hali rasmida olib tashlab yuboraman. Sizlar anaqani ko'rsatgan edim. Shunaqa bu ham dedi. O, boshqacha mana. Mana. O'shani sachdi bugun bolam hozir. Boya ertalab salqinda sachgan. Mana shu holat bizda. Yaxshi, yomon emas.